Qaranglar azizlar, bu oyoq kiyim, bu esa shirinlik suvi. Nima deyapti ekan deyapsizlarmi? Ozgina vaqt ajratib shu videoni ham ko'ring. Bitta oyoq kiyim uchun kechasi bilan xursandchilikdan uxlamay chiqargan oilalarimiz bor. Bu shirinlik suvini esa qachon ichganligi esida yo'q oilalarimiz bor. Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan Hayit bayramimiz barchalarimizga muborakli bo'lsin. Alloh taolo keyingi yillarga ham xursand, salomat, chiroyli holatda hammalarimizni yetkazib qo'ysin. Do'stlar, har oyga odatlanganmiz shu otasiz, mehrga muhtoj, uysiz, nogironligi bo'lgan oila bolajonlarimizga siz yaxshilarda ehsonlaringizni, xarajatingizni qilib tarqatishliklar. Xo'p, bizni ishlarimiz rosa ko'payib ketdi. Shu sabab ozgina kech qoldik. Vaqtimiz keldi. Ramazon oyida rosa foydalanib qoladigan, biznes deydi-yu, biznesga pul tikamiz, foyda qilamiz, qilmaymiz. Misol uchun, nimasiga aytganda riskovat qilamiz deymiz-ku. Mana hozir rosa o'sha tavakkal qiladigan xonasi basta bu. Berganingiz Xudo xolasa olasiz, dunyo va oxiratda olasiz. Bizni o'sha aytganimizdek otasiz, mehriga muhtoj oila bolajonlar kutyapti. Kelinglar, bugun 17-mart seshanba kuni qadoqlash qilamiz. Ertaga 18-mart siz yaxshilarda xarajatinglarni tarqatamiz. Endi siz biz turli xil nozik ne'matlar bilan uyda o'tirsak-ku, bu bolajonlar uysiz, nogiron, shunaqa mehriga muhtoj bolalar endi yo'qchilikda o'tirsa, bizga qandoq tatiydi? Siz yaxshilar Xudo xolasa bu narsaga befarq bo'lmaysizlar. Imkoni yo'qlar uyalmasdan shu videoga bitta like bosamiz, kommentariyada bitta duo qiling, Alloh sizni ham qodir qilsin. Nahot shu bitta like bosib qo'yishga ham endi yaramasak biz unda qanaqa bo'lamiz shu bolajonlar uchun? Azizlar, nechta odam shuni ko'ryapti? Yaxshi ko'rgan odamingizga yaqiningizga shu videoni jo'nating. Siz o'sha odamni yaxshi ko'rsangiz jo'natasiz. Chunki uni ham ehson qilishga siz sherik qilayotgan bo'lasiz. Xo'p, zakot, fidyalaridan, fitrlardan berayotganlar bo'lyapti. Bu $300 zakotlaridan. Xo'p, bunisi 2.650.000 so'm. zakot va fitr o'zalari. Ha. Xo'p, bunisi 700.000 so'm. Nimaga edi bu? Ko'zi ojiz onamizga ajratilgan. Bu qolgani fitr o'zalarimi? Xo'p. Bu 20.000 ko'chada bir inson so'rashgan edilar. Qaranglar endi azizlar, xo'p, 15 ta oilaga kimliklarni bilmadik xarajatlar berib ketdilar. Alloh taolo jannatida taomlantirib qo'ysin. Bu 10 ta korobkadami deyshti? 10 ta. 10 ta korobkada. Qarang, shunaqa zo'r oyoq kiyimlar, zamonaviy, xullas hozir kiyadiganlardan qarang. Alloh jannat liboslari bilan bersin. Azizlar, o'sha aytganimizdek, xo'p, bugun 17-mart. Vaqtimiz juda qisqa qoldi. Iltimos, shoshilishimiz kerak. Qadoqlash bo'ladi seshanba, ertaga 18-mart. Xo'p, chorshanba tarqatish bo'ladi. Bolajonlar sizni bizni kutishyapti. Bu videoni bejizga ko'rmaysiz. Alloh taolo sizni ham bir yaxshilikka sherik qilmoqchiga ko'ryapsiz. Qarang, biz to'g'risi vaqtimiz yetmay qolyapti. Juda ko'p shunaqa tarqatayotgan zakotlarimiz, ehsonlarimiz. Bir qancha videolar qilganmiz, o'zlaringizga havola qilamiz. 5.000 mi, 10.000 mi kuchingiz yetganicha foydalanib qolaylik. Rasa hozir mana biznes qiladigan oyda turibsiz, Xudo xolasa oxiratga biznesimiz bo'ladi inshaalloh. Omon bo'linglar, kutib qolamiz hammalaringizni. Sog' bo'linglar.